Assalomu alaykum. Zomin Telemaster xizmati gruppasi obunachilari, YouTube'dagi ijtimoiy tarmoqdagi kanalimiz obunachilari. Mana antenna ko'rsatmay qolgan ekan. Bir akamizni uyiga qo'shimcha antenna qo'yib, ikkita televizorga o'rnatdik. Mana o'zimizni qo'lda yasagan antennamizni qo'ydik. Xudo xolasa Zomin tumani, mana bu Pushkin ko'chasi, Navoiy mahallasi, Pushkin ko'chasi yerga yetib keldik. Mana bu yerda qurilishlar bo'lyapti. Mana shu zominimiz, go'zal zominimiz. Mana bu yerda yerga keldik. Xudo xolasa televizorga qo'yib, televizorga antennalarni qo'yib, to'g'rilab ko'rsatib beramiz. Antennani o'rnatib tushdik. Endi xudo xolasa televizor terishga tushyapmiz. Mana teryapmiz televizorda. Mana topdik kanalni, yana teramiz. Yana terganimizda chiqadi xudo xolasa inshaalloh deb 32 chastotaga qo'yib. Mana kanal topdi. Yana qo'shildi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, televizorlaringizda muammo bo'lsa, qotayotgan bo'lsa yoki yaxshi ko'rsatmayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Telefon raqamlarimiz 99 501 0682 24 soati 7 kun xizmatingizdamiz. Zomin bo'ylab bemalol xizmatlar ko'rsatamiz.